Hayit dasturxoni saharlik va iftorlikda og'iz berib ketadigan lojiralarni birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli masalliqlarni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Sirli tog'oramizdagi solamiz, sut qaynoq bo'lgandan keyin sariyog' yoki margarin solamiz. Omoq tayyorlashtirsanglar ham bo'ladi. Sariyog' erigandan keyin hamma masalliqlarni ketma-ketlikda solib, qo'lga yopishmagan o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirimizni 20 minut tindirib oldim. Teng baravar hammasini bir xil 8 bo'lakka bo'ldim. Yana 20 minut tingandan keyin xamirimizni o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz. Juda qalin emas, juda yupqa ham bo'lib ketmasin, kuyib ketishi mumkin. Chetlarini shunaqa chimchilab olamiz. Listga solingan xamirimizni ustidan tuxum sarig'iga sut aralashtirib surdim va xuddi videoda ko'rsatilgandek shunaqa kesib olamiz. Endi bularni ustidan oppoq qilib kunjutlarni sepib olib, 180 gradusda tez-tez pishirib olamiz. Qarab turamiz, kuyib ketmasligi kerak. Video manfaatli bo'lsa xursandman.